Kuchamizni ochamiz va ichidan istalgan bitta tarqatmamizni olamiz. Oldiga. İchini ochasiz, o'zingiz o'qiysiz faqat. Va o'tirgan o'quvchilarimizga buni ta'rifini aytasiz. O'quvchilar siz topishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Ha. Ma'lumot bering shu narsa haqida. Keng bog'lanishlar natijasida hosil bo'ladi. Sabina topdi. Barakalla, Sabina barakalla. O'tirib olamiz, Durdona. Keyingi o'quvchimiz kim chiqadi endi? Kim chiqadi? Topgan o'quvchi chiqadi, kelishdikmi? Sabina chiqadi. Sabinanikini kim topsa o'sha o'quvchi chiqadi. Tanlaymiz. Bu rasmiy idoralarda bo'linadigan so'zlarning matn. Yo'q. Uslub haqida gap ketyapti. Yana qo'shimcha ma'lumot bering. Yo'q, oldin yaxshilab tushunib oling. Sabina boshqatdan tushuntiring. Uslubda ko'proq bajarish kerak, qabul qilinadi, bajarilsin degan Mushtari. Rasmiy uslub barakalla. Endi mushtari chiqadi. Barakalla, Shohjahon so'z birikmasi edi bu. Shohjahon olamiz keyingisini. Bunda tobi bilan hokim ishtirok etadi. Tobi va So'z qo'shimchasi. yo'q. Moslashuvmi ustoz? Xo'p, so'z kim aytdi? Bahriddin. Bahriddin ham. Ha, tushuntirib beramiz o'quvchilarga. U Mehroddan Chayon va o'tgan asarini yozgan. Yana kim? Azali. Abdulla Qodiriy barakalla. Azali chiqamiz. Tushuntirib beramiz. Azali nima tushdi?